Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz birodarim. Alloh haq subhanahu va taoloni sizni bizga ulug' ne'mat qilib bergan muborakli oyi, Robbimizni go'zal so'zi bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan rahmat oyi, islom dinimizni asosiy rukunlaridan, dinimizda ustunlaridan bo'lgan muborakli oy, jannat eshiklari ochilib, jahannam eshiklari yopiladigan mag'firat oyi bo'lgan, kofir jin va shaytonlar g'ullanadigan, kecha-yu kunduz Parvardigorimizni rahmati yog'ib, butun siz va biz mu'minlar Allohning rahmatiga burkanadigan rahmat va barokat va mag'firat oyi bo'lgan bu muborak Ramazoni sharif oyi butun islom olamiga va shu qatorida sizga va barcha oila a'zolaringizga muboraklik bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalaringiz uchun muboraklik qilsin. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bu oyda qiladigan ibodat va duolaringizni, tutadigan ro'zalaringizni, tavba-i istig'forlaringizni, sadaqat va zakotlaringizni o'z dargohida qabul aylasin. Hurmat va ehtirom bilan birodaringiz Shayx Abu Ammar. Wassalomu alaykum va rahmatulloh. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب.